Akalar, og'anagan 12 sotib oldik, ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz dumalab ketgan akalar. Yili 2025 30-40 ming yurgan Redline pozitsiyasi, bamperlari uzilib yotibdi. Oldi parala singan, imini mashitdan juda ham qattiq udar bo'lgan, sababi diska balonga udar bo'lgan. Hadovoylarni yulib olgan, granatalar chiqib yotibdi. Mashinamiz ko'rib turibsizlar, tomlariga ham udarlari bor, laboylar singan, lyuklari butun qolgan. Salon holatini ko'ramiz. Salonda airbaglar o'tmagan, tiniq ideal. Xullas, bu mashinamizni bunday olib qarasangiz detalidan orqa eshigi bilan orqa bagaji butun qolgan va orqalari ideal turibdi. Bu yonlari shilinib ketgan. Mana bu yoqlarini ham ko'rsanglar bo'ladi, tirnalib yotibdi. Stoykalari ham ezilgan, laboylar singan, oldi kriloga ham udar bo'lgan. Bitta mana shu farasi butun qolgan, u ham chizilgan. Xullas, ko'rdinglar, mana shu mashinani shu holatda olganmiz. 2025 10X Redline pozitsiya. Bu mashinani shu holatda sotib oldik. Xullas, akalar, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa avariyli mashinalar sotib olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Zo'r narxlarda shunaqa mashinalarni olib qolamiz butun O'zbekiston bo'ylab. Va bizga pachoq mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha suyunchi puli ham beramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.